Hokim meni jalb degan o'z tili bilan. Bu yerda jinoyat bor. Hokim shunaqa deyishga qanaqangi vakolati bor? Bo'lsa ham chiqib beradi. Bo'lsa emas, u bo'ladi aka. Iyasini qiskin, bularni borib degan buyruqlarni beradi. E'tirozingiz yo'q-a bu material bo'yicha chiqarsak? Menga hamma eshiklarni tapa-taq yopib, telefonimda zapistaligini bilmasdan bular men haqimda haqorat qilgan. Nimadan qo'rqasizlar buncha aka? Nimaga qo'rqasizlar? Mana bu narsa yo'q xolos bizda. Sizlar qanday kadastr qilib berasizlar bitta joyga ikkita kadastr? Menga pul taklif qilishdi. Yer toifasini qanday o'zgartirgansizlar? Meni mol-mulkimni olib qo'yganligi haqida Qog'ozlar soxta. menga yuborilmaydi. Chunki biz kambag'almiz. Xohlasa gaplashsin, xohlamasa gaplashmasin. Nima hokimingiz bekinyapti? Qo'rqyaptimi? Shu kishinikiniki ba'zida yo'q, qolgan 11 tasiniki hammasi bor. 3 martasida ham oldadi. Sizlar va'dalarda tura olmadinglar. Birovni joytiga, yeriga, mulkiga qandoq qilib birov kelib turib fundament qo'yib oladi. Buni hokim olib bermagan yo hokimligingiz olib bermagan. Men majbur emasman berib kirishga. Nimaga bizni mulkimizni kimdir kelib turib tegi bilan buzib olib tashlaydi? Hammasi to'planib turibdi. Bizni bez kamera, bez telefon kirishimizni kutib turibdi mana bu. O'zi bu ko'chaga chiqib fohisha bo'lib ketgan deb meni aytgan. Bitta raisi bilan o'ynashib yurib, faqat uni qo'tiga sarflamagan bo'lar edi. Endi hokimning telefoni ishlab ketdimi? Bu hokim bu yerda turish umuman nohaq. Uni o'sha kadastr qilib berdi boshqa odamga. Rad qilinadi-ku. O'ynash orttirib, o'ynashlanib, Prezidentimiz olib borayotgan ochiqlik siyosatiga qasddan qarshilik qilyapti. bunaqangi bilmasalaring, o'rganmagan bo'lsalaring, to'g'ridan to'g'ri yo'g'i bo'sh turibdi deyishga sizni ham haqqingiz yo'q. Bo'ldi, mana kamera qoladi. Telefonni nima olib qo'ymoqchi bo'lyapti? Hamma operlarni yig'ib olgan mana. Hammasi oper. Taftish o'z tahririyatiga Namangan viloyati Mingbuloq tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro Muydin va Dilorom tomonidan murojaat arizasi kelib tushdi. Murojaatchining bildirishicha, 2006-yilda Mingbuloq tumanida joylashgan Gulbog' shirkat xo'jaligi tugatilgan va uning balansida bo'lgan mol-mulklar auksion, ya'ni kim oshdi savdolari orqali sotuvga chiqarilgan. U ana shu savdolarda qonuniy asosda sotib olingan xususiy mulk dan yillar o'tib noma'lum sabablar bilan boshqa shaxs nomiga o'tkazib yuborilganini ma'lum qilgan. Murojaatchining so'zlariga ko'ra, 2006-yilda Gulbog' shirkat xo'jaligi tugatilgach, uning balansida bo'lgan jami 13 turdagi mol-mulk auksion orqali sotilgan. Ushbu mol-mulklar qatorida 1964-yilda qurilgan chorvachilik bo'limidagi turar joy binosi ham bo'lgan. Mazkur bino 2006-yil 22-may kuni 690 ming so'm evaziga auksion orqali sotib olingan. Fuqaro ushbu uyda o'zining aksar umrini o'tkazganini, mazkur mulk oilasiga tegishli ekanini, bino auksion orqali qonuniy asosda xarid qilinganini hamda yillar davomida barcha soliqlar va majburiy to'lovlar muntazam ravishda to'lab kelinganini bildirgan. Biroq murojaatchining ta'kidlashicha, oradan vaqt o'tib, ushbu joyga nisbatan egalik huquqi uning xabarsiz boshqa shaxs nomiga rasmiylashtirilgan. Fuqaro bu holat qanday asosda amalga oshirilganini aniqlash maqsadida taftish o'z tahririyatiga murojaat qilgan. Men Muydinova Dilorom Ismailovna, Mingbuloq tumani, Gulbog' qishlog'i, Yoshlik MFY Nuroniylar ko'chasi 1-uyda yashayman. Mingbuloq tumani Tolliq mahallasida bizda auksiondan meni marhuma onam Imomova Munojat Bazarovnaga tegishli bo'lgan yer mulklarni o'zlashtirib olib, hokimimiz Mansurov Ahror Ahmadaliyevich o'zlashtirib olib, men ularni oldiga shu dokumentlarimni olib kelib, haqqoniy dokumentlarimni olib kelgan mahalimda qayerga borsam bor, как будто qo'lingdan hech narsa kelmaydi degan ishni qilib, yugurganingcha yugur, dokumentlaring nohaqiqiy, haqqoniy emas deb meni shu kelgan paytimda shunaqa deb menga gaplarini gapirishdi. Undan keyin men Respublikanskiy prokuraturaga ariza qildim, Xotin-qizlar совetiga ariza qildim. Meni huquqlarimda, meni mol-mulkimni olib qo'yganligi haqida, meni qo'limda dokument turib, shu holatga meni onamdan qolgan merosni bular o'zlashtirib olganligi haqida men ularga murojaat qilib aytdim. Hech kim menga ularni hokimligini bilib, bu Mansurov hokimligini, bularni jiyanlari nomidaligini bilib, menga hamma eshiklarni tapa-taq yopib,
umuman manga umuman hech kim yaxshilik qilgani yo'q. Qatga borgan bo'lsam, u hokimda yer ekan-u, bizni tilimiz aylanmaydi hokimda oldida degan maqsadda gapirib, meni umuman shu dokumentni yo'q hisobi qildirib, keyin bular o'rganib chiqqandan keyin prokuratura xotin-qizlardan qog'oz kelib, bular o'rganilsin, yer o'rganilsin deganda, borib o'rganildi viloyatda. Viloyatdan odamlar kelib o'rganganda, sizlarni lokatsiyalaring shu yerda turibdi deyildi, lekin bular menga atvet xati bermadi. O'sha onasi hali bo'lmasdan oldin hokim meni mahalla raisimiz Feruza degan ismli shaxsni chaqirib, menga telefon qilgizdirib kelinim orqali Namangan viloyati Pop tumanidan, shaharidan meni olib, Mingbuloq tumani hokimligiga olib kelib, hokim bilan yuzlashtirib, olib kelgan gapim bor degizdirib olib keltirdi. Olib kelgan kunimiz 1-dekabr kuni edi. 1-dekabr kuni men keldim, menga zug'umlarni o'tkazdirib, qo'lingdan hech narsa kelmadi. Mana hamma joyga yozding. Olay turgan bo'lsang, yering o'sha yerda bo'lsa, 3000 yo 4000 dollar pul beraman deb menga pul taklif qilishdi. Undan keyin men hali kirmasimdan oldin men telefonimda shu orqa darvozalaridan zapisga qo'yib kirib borganman. Mani u zapisda o'sha Feruzaxonni qo'llarida bo'lgan o'sha telefon, opa telefoningizni bering, hokim bilan telefon oldida gaplashmaysiz deb telefonimni olib qo'ygan. Telefonimda zapisdaligini bilmasdan bular men haqimda haqorat qilgan. Uyini hozirgi o'tirib turgan joyini ham dokumenti yo'q. Buni tortib olamiz. Hokim tortib olaman deganda ham men tortkizdirmaganman deb borib akasi Muzaffarni miyasini qiskin. O'zi bu ko'chaga chiqib fohisha bo'lib ketgan deb meni aytgan. Kelinimda aytgan. Bu haromi kelini shantaj qilyapti. Hozir bular bilan munosabati yaxshi emasligi uchun bunga buyruq berib bu qilgizdiryapti hammasini deb mana shunaqangi bo'xtonlarni qilgan. Meni shu jalab deganligi uchun, fohisha deganligi uchun qonuniy tarzda bu bizning prezidentimizni mingboshi qilib, bu Mansurov Ahrorni saylab qo'yganligi sababli meni shu hokim shunaqa deyishga qanaqangi vakolati bor? Yo meni oyog'imda ushlab turganmi, yo boshimda ushlab turganmi, qanday sabablarga asoslanib meni jalab bo'lib ketgan, uyidan chiqib ketgan deyilgan. Feruzaga kela turgan bo'lsak, Feruza ham shu gapni gapirgan. Bu hokimning jiyani ichkarida turgan bo'lgan. Hokimning jiyaniga aytayapti, bu ko'chaga chiqib ketgan qiz, ko'chada bu hech kimi yo'q, shunaqa deyapti. Bularga qanday vakolat berilgan, shunaqa deb kamsitishga, xalqni shu fuqaroni kamsitishga qandoq vakolat berilgan. Iltimos qilaman, bundaqangi hokimlar, bundaqangi mahalla komitetlar, raislar umuman bundaqangi jamoat joylariga yo'qolishini, bunaqangi qiynalgan oilalarda hokimimiz Mansurov Ahror aytayapti. U meni sinfdoshim, bizda parallel sinfimizda o'qigan. U aytayapti, kambag'allik reyestrida turadimi deyapti. Mahalla raisidan so'rayapti. Ha desa, kambag'allik reyestridan chiqarib yubor. Degan narsalar bilan tazyiq o'tkazib, bizga miyasini qis degan narsalar bilan bizga tazyiq o'tkazyapti. Kambag'allikni qo'llashdi. Bizda prezidentimiz aytishgan, kambag'allikni yo'qotinglar deb. Nima sababdan bularda qanday haq-huquqi bor? Shunaqangi deyishga, bizni prosta tak ezib siqishga. Hurmatli kuzatuvchilar, bularning oilalari Imomova Murojaat opa 22-may 2006-yilda auksion savdosi g'olibi bayonnomasi bor. Auksion savdosidan ochiq tanlovda yutib olganlar. 10 sotik yerni hozirgi kunda o'sha hujjat bilan onalari o'tib ketgan. Lekin hujjatlari bor. Bu ayollar onalaridan qolgan o'sha hujjatlari. Bilmaymiz qaysi asoslarga ko'ra hozir bulardan yer tortib olib qo'yilyapti. Namangan viloyati Mingbuloq tumanini hokim janoblari bular qaysi asoslarga ko'ra, qaysi vazlarga ko'ra olib qo'yishyapti, men uni bilmayman, lekin hokim prezidentimizning birinchi vakili bo'ladi. Shu tumanni fuqarosi norozi bo'lyapti. Ko'rib turibsizlar, qo'lida haqiqiy hujjatlar bor, asosli hujjatlar bor.
lekin men bilmadim bu bo'layotgan holatda. Hozir kadastrdan ham kerakli javoblarni oldik. Davlat arxivlaridan ham o'sha kerakli so'rovlarni oldik. U yerda ham bor bularning haqqoniy hujjati. Kadastrda ham kirib so'raganimizda hozir bularga tegishli yerga boshqa o'sha qaysidir shaxs o'sha yerda egallab, foydalanish huquqini olib egalik qilib kelyapti ekan hozirgi holatda, keyin ularga kadastr qilib berilgan ekan. Men tushunmayotgan joyim Namangan viloyati Mingbuloq tuman hokimligi bitta joyga ikkita kadastr qilib beradi. Bu qanaqa qilib bo'ladi bu kadastr? Bunday hokimlarni prezidentimiz saylagani uchun bunday hokimlar bundaqangi noqonuniy ishlashi bizda shu hokimlar bilan menda zapislarigacha, dalillarigacha bor. Bular o'ynash ortirib bizni nimaga hokimlarimizni prezidentimiz saylab qo'ygan, shu fuqarolarimga yordam bergin degan. Ne только bu raislarni o'ziga mashina olib bergin, bankdan kredit olib bergin. Men seni hamma vajlaringni yopib yuraman deyishga, o'ynashib yurishga qo'yilmagan. Hurmatli prezidentimiz, sizdan so'rayman, shundaqangi hokimlarni umuman olib tashlashingizni va qat'iyan tekshirishingizni xohlayman. Iltimos shu Mingbuloqqa kelib tekshirishingizni, Mingbuloqqa odam jo'natib, gruppa jo'natib tekshirishingizni qat'iyan so'rayman. Mazkur murojaat asosida Taftish.uz ijodiy jamoasi Namangan viloyati Mingbuloq tumaniga borib, jurnalistik surishtiruv o'tkazgan. O'rganishlar Mingbuloq tuman arxiv bo'limidan boshlangan. Arxivda olib borilgan o'rganishlar jarayonida 2006-yilda Gulbog' shirkat xo'jaligi tugatilgani, shirkat balansidagi mol-mulklar auksion orqali sotilgani, murojaatchiga tegishli bo'lgan mazkur turar joy binosi ham auksion savdosiga qo'yilgani va sotib olingani haqidagi hujjatlar mavjud ekani aniqlangan. Auksion hujjatlarining asl nusxalari saqlanib qolgan. Aynan masalaning bir qismi arxiv bilan ham bog'liq ekan. Shunga shu arxivdagi mas'ul shaxslar bilan shu bo'yicha bitta gaplashmoqchi edik. Bu shu masalasi bo'yicha auksion savdosining g'oliblik bayonnomasi bor. 132-sonlik 2006-yil 22-may kuni. Yutib olishgan. Yutib olishgan. Olib kelishganda ko'rgandim bu Xo'p. bu aksiyon. Aha. Lekin bizda buni asli chiqmadi, bizga bu hujjat chiqmadi. Lekin Gulbog' tugatish komissiyasini nechinchi sonli yig'ilish bayoni bor ekan, shuni ko'rsatdik sizga, taqdim qildik. Qani o'sha bayonnoma? Olib chiqingchi shu hujjatlarni to'lig'ini bu yoqqa. Bu qanday sizlarda bo'lmaydi aka? Olib chiqing deman, bitta ko'rib chiqib shu hujjatingizni tushunmadim. Bizda shu ekan. Nimaga bu bo'sh? Nimaga bitta varaq bilan yopilgan deb tushunmadim men. Eski hujjat emas-ku bu. Men kelgandim, o'sha vaqt murojaat qilib kelgandim. Siz nechinchi yil kelgansiz bu yoqqa? To'g'ri, 5 oy bo'ldi. Kelgan. Ismingiz nima sizni? Dilmurod aka. Bu yangi yozilganligi, hammasi yangi yozilgan-ku bu. Eski emas-ku bu hujjat. Qog'ozi ham Kun tartibiga qo'yilgan ekan-ku bu 17-may 25 sonli yig'ilish bayonnomasi. Qani buni bayonnomasi? Nimaga yo'q bo'ladi? faqat shu bitta Endi shuni topshirishga Kim topshirgan? bilmayman, chunki men ham u paytda ishlamaganman. Kim ishlagan o'sha paytda? O'sha paytda endi hozir qabul qilib ko'raylik. Bu qarang, bu mumkin emas bunaqa bir varaq, ikki varaq bilan bu delo yopilishi. Bilasizlar, qonuniy hujjatlar bir varaq, ikki varaq bo'lmaydi hech qachon. Keyin bun bilan buni solishtiradigan bo'lsak, bu hujjat necha yilligi mana asli sizlarda ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Bu yangi qilgansizlar buni. Kim qilgan bo'lsa ham bu yangi qilingan. Buni olib chiqinglar, bor sizlarda bu. Bizda shu xolos. Buni olib chiqinglar, rangi o'ziniki emas bu rang. Bu eski, yangi rang bu, qog'oz rangi. Men hujjatlar bilan yaxshi ishlayman, bilaman. Bu bo'yicha respublikaga ham beramiz biz zaпрос. biz o'zi sizlarni respublikalaringiz bilan ham biz hamkorlikda ishlaymiz. Bu hujjat bilan, bu qog'oz bilan buni farqi bor. Keling, men sizga ko'rsataman farqini. Solishtiring, qaysi biri yangi, qaysi biri eski. Bu endi ko'proq qo'lda ushlanganda bu turgan. Endi mana-buchi. Bo'pti, men bunga. Bunisini ko'ring-da, men bilan solishtiring. Mana arxiv bilan ishlaysiz, to'g'rimi? Hujjatlar. Mana bitta hujjatni ko'ring-chi. Shunga nima deysiz? Mana shu 2006-yilgi hujjat, mana shu. Mana bitta baho bering. Ko'rib turibsiz. Xo'p. Buni 2011-yilda qabul bo'lgan ekan, u paytda endi biz ishlamaganmiz-da. Biz Qani qabul bo'lganligini olingchi daqiqa. Qani bularning imzosi, boshqasi? Bu hozir shu arxiv hujjat. Nima bu? Bu arxiv hujjat hisoblanadimi hozir shu? Sizlarda? Ha? Sizlar uchun bu hozir arxiv hujjatda. 2016-yil 29/11da saqlanganligi to'g'risida pechat qo'ygan-ku bu yerda. O'sha tasdiqlangan o'sha. 2016-yil
bu qani Nima buni bu? o'sha asl holati buni? Bu nima bu? Shunaqa Bu hujjatlar degan hech odam qanaqangi qog'ozda menga ko'rsatishmaganlar bular. Men kelganimda men opa bilan chiqmadi gaplashganimni taniysan. tanidim. Men gaplashganimda toping deganman. Topib bering. Agar qiynalsangiz men qidirishib boraman dedim. Qarang. Necha kun keldim? 3 kun keldim. 4 kun keldim men sizga. Hozir bir daqiqa. Bunday qilamizda. Biz kamera kiramiz. Arxivlarga agar mana shu yilda chiqqan qarorlarni hamma bayonnomalarni ko'taramiz, bo'ladimi? Bo'ladimi? Shirkat xo'jaligining hujjatlari bor bizda. Bormi? Olib chiqing o'shani. Shirkat. Nechinchi yillik kerak? Mana shuniki. Mana shuni ko'ring. Mana Lekin 2007-yilmi? 2006-yil. 2006. Shirkat xo'jaliklarini ko'tarib chiqing, hammasini bu bor sizlarda. Bu 100% bor. Sizlardagi arxivdagi yo'q bo'lib ketgan bo'lsa ham, ular sizlarga topshirgan hujjat turibdi sizlarda. O'shani olib chiqing. Yaxshi aka qaraydi, bo'lsa olib chiqib beradi hujjat. Bo'lsa emas, u bo'ladi aka. Yo'q, endi bu bo'lmas. Yo'q, u unaqa narsa yo'q. Ro'yxatni bering, ro'yxatni. Bemalol. Mana, Ro'yxatdagi bor. Yo'q, Bemalol. u bo'ladi aka. O'zinglarniki bo'lmasa ham, mana bu komissiya o'tkazgan-ku, mana auksion. Bularning hujjati ham sizlarda. Bu chunki tugatilganda, u hujjatni o'zi bilan olib keta olmaydi, sizlarga topshiradi. Hali 70 yil saqlanadi-ku arxiv hujjatlar. Buni bilasizku bizdan. Ha, bizdan ham uni juda ham yaxshi Biz bilasiz. rosa yaxshi bilamiz. Bu hujjatlar bilan ishlayverib, o'sha o'rganib ketganmiz-da biz. Shu imomga murojaatni mana 690 mingga mana chorvachilik bo'limidagi turar uy sotib olinganligi bo'yicha mana turibdi. Xo'p, shuni 11-hujjatni bormi? Tafsilotlari bilan. Yo'q, 11-hujjat tafsiloti yo'q-da, buni men aka yig'ilish bayonida ko'rsatib o'tilyapti. Mana texnik va binoiy shartlar bo'yicha ma'lumot. Mana shular oldi sotdi qilinganda shu yig'ilishda bayonnomasida kun tartibida yig'ilish bayonlashtirib qo'yyapti. Qarang. Mana shu hujjat topshirilgan. Qarang. Bizga o'zi buni qanaqa tartibda siz nusxa bera olasiz bunda? Mana murojaatchini o'zi turibdi. Bu o'sha onasiga tegishli hujjatlar bor. Buni mana shu yagona darajada mana shu 2006-yil 22-sonli 22-maydagi Gulbog' shirkat xo'jaligi kun tartibida va fermer xo'jaligi 26-sonli bayonnomasidan ariza nusxa so'rab, ariza murojaat qilsalar, bo'ldi biz QR kod qo'yib jo'natib beramiz. Mana aka o'zi turibdi. Mana bu yerda mana aytayapti-ku, mana 690 ming Yo'q so'mlik. demayapmiz, bor. Lekin mana bu narsa yo'q xolos bizdagi. Mana bu Nima uchun? Shubhalida shu. buni topshirib qo'yganlar buni. Yo'q. Yo'q, topshirgan bo'lsa, aka biz bilmaymiz. Yo'q, qarang, nimaga bu bor? Nimaga yig'ilish bayonini, g'oliblik bayonnomasi borda, summalari, hamma narsasi. Bu rostdan yutib oldi deyapti. Chunki bu hujjat bilan ham to'g'ri kelyapti-da, mana Nimaga 690 bu yo'q? Bu nimaga Endi yo'q? ham bitta aka, sizlarni gumonlaring, buni yo'q qilib yuborgansizlar degan gumon Yo'q, bor. biz unaqa emas. Sizda emas, endi Yo'q, fuqaroda bor. fuqaroda gumon bor. Asli buni yo'q qilingan inson ham deb turibdi. Mana uni ham qo'shib yo'q qiladi. Bu yangi qog'oz aka. Yo'q, aka, yangi qog'oz. Biz kelganimiz, men hali bu endi 4-5 yil bo'ldi kelganimga. Qarang. Xo'p, Nima hozir bilan isbotlab berasiz buni eskiligini? aka mana shu hujjat, hozir shu hujjat shu 2006-yilga tegishli hujjatmi shunda? 2006-yilga tegishli hujjat. Men sizga degansiz demayapman. 2006-yil. Hozir demak bu Aslida shuncha man shu o'zim darajada yaxshi fikrim bu. saqlanganki, Man bo'yoqlar saqlab umuman tashlab даже o'chmaganda Bu aka. murojaat hech kim so'rab, olib kelingan bo'lsa shunday Shunda qo'yilgan, qaytib ochilmagan. Endi mana murojaat kimdan Qarang, so'rab kelyapti, man- endi Yo'q, ochilyapti. ochilmagan bo'lsa bu chang bo'lish kerak, isqir kir bo'lish kerak. Ha, endi Top aka, toza bu- turibdi-da bu. Yaqinda bir 5-6 marta qilgan. Fondlashtirish bo'lgan 2015-yilda Ha, xo'p, 2015 da bo'lgan bo'lsa, opa, o'shandan beri turibdi. 2015-yil bo'lganiga hozir nechinchi yil? 10 yil o'tdi-yu. Bu hujjatga mana qarang, 19 Chang bo'lish kerak-ku, sal bo'lsa ham, opa. qarang, Nima даже deyapsiz o'zingiz? bu даже bo'yoqlari ham sveji. svejida buni bari qatnashlik bo'yicha bari buni ekspertizaga Ekspertizaga beramiz buni bari. Mayli, uni haligi Qachon qilinganligi bo'yicha beramiz buni. bo'ldi. Faqat iltimos sizlardan bu opaga qattiq gapirib. Yo'q, yo'q, O'zim biz asosida yo'q, Yo'q. umuman opaga. Biz opa Yo'q, bilan umuman umuman ishimiz biz yo'q. bu yerda jan Qolsalar javob ham bermasinlar. Yo'q, Siz bilan yo'q, gaplashaveramiz. yo'q, Faqat endi to'g'risi gap mazalar yo'q. Men o'zim yalinib ishlataman. Bu- yo'q, yo'q. Mayli, Chunki eski bizga- fond aka tushungan biz kunlar- kelishimizdan maqsad umuman janjal, yo sizlarni yomon o'tliq qilish, ommaga qora ko'rsatish. Umuman biz bu narsalardan yiroqmiz. Faqat bizga kelgan murojaat bo'yicha surishtiruv shu hujjatni asli bo'yicha masalaga yechim qilish uchun sizlardan rasmiy izoh olish uchun Bitta keldik. gap, aka, buni mo'ljallarni bu qiz so'rab kelib bo'lib ketib bo'lgandan keyin bildim men. Bu hujjat chiqmadi, mana o'zi chiqqandan keyin bildim. Bu hujjat mana shunaqa keyin o'zi aytdi. Keling, qaramiz, bu hujjat bo'lsa topib beramiz. Bitta faqat mana shu hujjat chiqdi xolos. Qara shu. Tushunarli. Aka, endi bitta narsa. Xo'p. Bu
ikkinchi, uchinchi darajali narsa. Agar hujjat o'zlarini haqiqiy bo'lsa, mana kadastr turibdi. Kadastrga borsinlar. Men balonchi yil, pistonchi yil mana kadastr qildirganman. Mana mulkchiligim desa, kadastr haqiqatan davlat ro'yxatidan o'tkazib kadastr qilib bergan bo'lsa, tikilaveradi egallik huquqini. Hech qanaqa muammo yo'q. Bizda endi bitta aybimiz, mana shu hujjati chiqmayotganligi uchun bizga hozir sizlar kelib hal qilyapti. Shundan so'ng jurnalistlar Mingbuloq tuman kadastr bo'limiga murojaat qilib, mazkur bino qanday tartibda va qaysi asoslarda boshqa shaxs nomiga rasmiylashtirilgani masalasini o'rganishga harakat qilgan. O'rganishlar davomida kadastr hujjatlariga ko'ra ushbu joy Hasanboyev Jamshidbek nomiga rasmiylashtirilgani ma'lum bo'lgan. Mazkur holat murojaatchi va jurnalistlarda bir qator savollarni keltirib chiqargan. Xususan, auksion orqali qonuniy sotib olingan, hujjatlari mavjud bo'lgan xususiy mulk egasining roziligisiz va xabarsiz qanday qilib boshqa shaxs nomiga o'tkazilishi mumkinligi masalasi ochiq qolgan. Ushbu savollar bilan jurnalistlar kadastr bo'limi mas'ullariga murojaat qilgan. Biroq kadastr xodimlari mazkur holat yuzasidan aniq va asosli tushuntirish bera olmagan. Ular faqat ariza qoldirilsa, holat o'rganib chiqilishi mumkinligini bildirgan. Mana shu joy buni onasiga tegishli bo'lib chiqqan hujjat bo'yicha. Shu joymi? Shu joy emas, biz hozir tashqarida turibmiz. Mana bu darvoza. Mana binoyimda o'rniga joy qurilgan. Feruz hozir baravar parallel gapirmaylik. Sizni joyingizda o'rniga joy tushgan deyapsizmi? Mana hozir mana shu bino, mani 10 sotiklik 1000 kvadrat metrli joy. Mani uyim mana shu burchakda bo'lgan, bu yerda fundament quyilgan. Kolxoz tugatilishi bo'yicha kolxozda 12 ta bino inshooti sotuvga chiqqan ekan. Mana shundan aka, mana imom va munojaat 690 ming so'mga mana chorvachilik bo'limidagi turar uy 1964-yilda. Shundan 130 kvadratmi, 70 kvadrati turar joy binosi bo'lgan, qolgani 1000 kvadrati yer maydoni. Shunda 12 ta odamnikidan eng qizig'i faqat shu kishinikiniki ba'zida yo'q, qolgan 11 tasiniki hammasi bor. 16-yilgacha soliq chiqqan, ha? To'lagan, ha? Keyin soliq chiqmay qo'ygan. Uni 14-yil oyam o'tganlar. 14-yilda bizda boshqa joyda ham yerlarimiz bor. Hammasi bo'lib o'sha soliqlar kelib yurgan. Endi biz qaysi yerga qancha chiqyapti, qanaqa bo'lyapti demaganmiz. Qo'yganda ham biroz kelib menda yerda soliq chiqaradi, endi chiqmayapti deganingizda ham. Nima sababdan men kelishim kerak? O'zini yeri-ku. To'lamayapsan deb qog'oz boradi, to'lamaydi. 2007-yildagi kadastr hujjatlari qilib berilgan boshqa shu bitta kolxoz binosining 12 ta binosiga sotilgan payt qilingan hujjat mana hammasi mana shu bilan bir xil. Faqat mana shuniki nimagadir nito bo'lib qolgan o'z ba'zilarida yo'q. Siz murojaat qiling davlat xizmatlarida ariza tashlang. Aka murojaat qilsa ham qanday beradi? Bular o'sha kadastr qilib berdi boshqa odamga. Rad qilinadi yerda. Bu joy bo'lmagan ekanasi. Mana hozir ko'rsatdilar-ku. Hozir ko'rsatdilar-ku. Bu joy emasmi? O'sha xuddi o'sha joy-ku. Mana shu opam qarang aka, men aytdi. Nomeri borda mashina teringda chiqib keladi. Ko'rsating Ferishon raqamini. Bu chiqmayapti. Aka mana sizlardan xat chiqib turibdi-yu. Xatni o'qing mana. Mana, buni boshqa yerga hujjatlar bilan taqdim qiling. Murojaat qiling. Yo'q, sizlar murojaat qilgani bilan qanday qilib berasizlar? Yo'q, bizga shunisi, shu bitta joyga to'g'ri kelmaydi-da, u aka. Bu joyga to'g'ri kelmaydi. Nima bering, ko'rsating xatini. Mana xatini bitta ko'ring. O'zlaridan chiqqan xatini bering. Hozir Jamshidbek nomidanmi bu shunda? Ha, mana Hasanboyev Jamshid. Mana kadastr chiqqan deyapsiz-ku. Mana bitta o'zlaringiz bergan xatni bitta tanishib ko'ring aka. Mani hujjatimda bu turar joy deb berilgan. Turar joy ma'ni. Turar joy binosi deb berilyapti-da, yer deb berilmaydi. Bulardagi qandaqa bular? Hozirgi mana bu Jamshidniki qandaqa? Nima ko'rinishda? Kiring o'shanga. Jamshidga kirib ko'ringlar-chi. Turar joymi nima o'zi? Ombor binosi. Ombor binosi bulardagi noturar joy. Men kelganimda ham noturar joy. Men hukchondan sotib oldim degan. Qarang, yer toifasini qanday o'zgartirgansizlar? Yaxshi qiziqdi hozir. Mumkin Ajib-ajib tashlashgan. Tushirish kerak u. Inkoddagi Juda qiyin masala turardan noturar qilish. Umuman mumkin emas. Bu yerda jinoyat bor. Ulug'bek bazasi tomonidan eski sostoyaniyani ko'raylik. Ko'tarilgan-ku chiqmagan. Nimaga buni ko'taringlar? Bu chiqmagan emas, bu chiqadi bu. Bu hozir bu yerda aka, bu sizlar hozir
Endi mani fikrim, mana haqimga jinoyat bor-da bu yerda hozir. Mani fikrimda bu. Mani yerim, Nimaga uyim, joyim Nimaga turibdi. asoslanib? Xo'p. Hozir kadastri bor odamni joyiga kadastr qilib bergansizlar, bu bir. Ariza bersa, bo'lib ketadi, kadastr qilib beramiz deyapsizlar. Bu xo'p, originalni olib keladi-da, hozir ariza beradi. Atkazib berishi aniq. Sizlar qanday kadastr qilib berasizlar bitta joyga ikkita kadastr? Bu kadastr bizda yo'q-ku. Sizda yo'q bo'lsa, buni ayb emasda, u sizlarning aybinglar. Hop, Buni qarang. 2016-yilda soliq chiqmagan ekan. Solig'ini qo'yib turavering. Soliq chiqmasa nimaga murojaat qilmaysiz? Soliqni sizlar kadastri bo'yicha sizlar berishlaring kerak. Bu sizlarga soliq beradi, u zaprosni bunga bermaydi. Soliq sizlarga beradi. U soliq aybi. Keyin sizlar u zapros bo'yicha o'rganishlaringiz kerak edi. Kadastr xodimlari kadastrdan berilganmi? Ikkinchida berilgan ekan. Kadastrdanmi yo boshqa joydanmi? Bankdan berilgan kadastrdan, to'g'rimi? Bu buni aybi emas aka. Bu sizlarning Sizlarda aybi. aybilaring u. Chunki bu Soliqda ham mulk manda huquqi bor-ku, bu auksiondan ochiq savdodan olingan narsa hech qachon sud ham hattoki uni bekor qilish haqqi yo'q. Bu qonun bilan belgilangan mulk huquqi. Men sizga hozir tashab beraman hozir. Bu qanaqa qonunligini ham. 2018-yilda raqamlashtirishga o'tgan bo'lsalar, nima sababdan kiritmagansizlar bu narsani? Ya bu Alines degan Alinesga tushunmagan. Unda olingiz biz ruchnoy ro'yxat bo'lgan soliqqa topshiradigan. O'shanda bo'lgan bu. O'sha paytda soliq to'lagan bo'lishi kerak. Bu xususiy mulkda aka, bu xususiy mulkka borib, umuman hech qanaqasiga o'zgartirib bo'lmaydi. Kim qildirgan buni sizlarga men tushunmayapman. Xususiy mulkka вообще tegib bo'lmaydi auksionda yutib olingan narsa. Bilasizlarmi shuni? Yo sizlarda qonun boshqacha ishlaydimi Namanganda? Qayta o'zgartirilmagan. Nima bo'lgan? Bu opani joyiga hozir to'g'ri ham kelgan yo'q. Bu bino Opani Bo'lsa turib bo'lgan u, olib turib Bir olishgan. pas jim turib turingda. Bu opani joyi turibdimi shunda hozir? ha turibdi. Aniq turibdi, ko'rsatib bering joyim, ko'rchi. Joyiga o'tib ketgan. Yo, 10 so'm yer aka, o'pan joyi. Yo'q, xona uyi bo'lgan, tom olingan xolos. Tom olingan, lekin zaniyasi bari turibdi-da. Odamlar chunki u binoni eshigini, derazasini o'g'irlab ketaverganda, keyin bular tomini ochib olgan prosta. Prezidentning qarori bor bu bo'yicha. Xususiy mulk daxlsiz degan. Feris Shoh siz yo'q o'ting. So'ralayotgan bino mana. Hozir yangi bino tushgan mana. Shunda opaniki o'zida turibdimi shunda? Turibdi. Bu hozir opada ham emas, hech kimda emas turibdi mana shu yer. Bo'shliqda turibdimi hozir? O'shani oldi sot shartnomami, o'shani asli bilan arizasi murojaat qilinsa Qandoq bo'ldi. turibdi, to'g'ri turibdi. Qandoq birovni joytiga, yeriga, mulkiga qandoq qilib birov kelib turib fundament qo'yib oladi. Yo, endi uni fundament qo'ygan odamdan so'raysiz. Bilgan odam, aqlli odam, o'sha biz aytay turgan odam o'rgatib, buni o'zini nomiga olmagan, jiyanini nomiga xatlab bergan. Siz meni taniysiz-a? Конечно, taniyman. Bu odamni men ko'proq bilaman. O'zingiz ham bilasiz, necha yildan buyon bu muammo bo'lyapti. Qarang, bunday qilaylikda bo'lmasa. Joyimni ko'rganim, men ko'rib keldim. Joyimni syomka ham qilib kelganman. Nimaga bizning mulkimizni kimdir kelib turib, tagi bilan buzib olib tashlaydi. Qayda huquqda belgilab qo'yilgan, yo qaysi qonunda belgilab qo'yilgan bu? Kirgan odam o'zini yeriga qonunchilik qilmasdan meni yerimdagi yerni buzib tashlashgan. Yo, qarangda, u aka, sizlar hujjat qilib bermasanglar, u buni joyiga qurib olmaydi-da. Ha, конечно. Menga hozir bu joy alohida turibdi, buniki alohida turibdi deb ko'rsatyapsizlar-ku. O'shani ko'rsatib bering, uni joyi alohidaligini, buniki alohidaligini ko'rsatib bering, belgilab bering, chegarasini domlaman. Xodim ajratasizlar? Ha, mutaxassis ajratamiz. Mutaxassis ajratasiz. Nechida keladi? Soatni ko'ring, necha bo'ldi? Soat 2dan 25 ta o'tdi. Bo'ldi. Bizda yarim soatda 3:30da kelamiz agar, 3:30ga kelamiz aka, joyiga chiqib bitta aniqlashtirib olsak bo'ldi, muammo bo'lmaydi aka. Keyinchalik taftish o'z ijodiy jamoasi Mingbuloq tuman hokimligi binosiga borib, tuman hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari bilan uchrashgan. Uchrashuv davomida hokimiyat vakili murojaatchining davlat xizmatlari orqali ariza topshirishi lozimligini, masala ko'rib chiqilishi va qonuniy bo'lgan xususiy mulk egasiga qaytarilishi mumkinligi yuzasidan og'zaki tushuntirishlar bergan. Murojaatchi esa mas'ullardan faqatgina o'zining qonuniy haq-huquqini ta'minlashni talab qilganini bildirgan. Biroq murojaatchining aytishicha, oradan vaqt o'tib, uning arizasiga order vajlari asosida rad javobi kelib tushgan. Bu holat masala ijobiy hal etilishi bo'yicha bildirilgan dastlabki gaplar bilan mos kelmagan. Bu bo'yicha hozir boshqa odam kadastr hujjati qilingan ekan, qanday ruxsat bergansizlar unga? Qurilish bo'limi tomonidan ruxsat berilgan deyildi. Bu kadastrda. Jamshidbek ismi. kadastr bo'lib turgan joyda xususiy mulkda boshqa birovning nomiga yana kadastr qilib berishyapti. Qachon bo'lgan bu? 2025-yil 24-mars sanasida bo'lyapti. 2025-chi?
bu yerni qanday auksionga chiqargansizlar sizlar? Buni endi aka bilmayman. Misol hozir uy auksionga chiqib sotilgan deyapsan bu joy, eminman. Auksion orqali sotilib, shu orqali kadastr qilib berilgan, foydalanish huquqi. Hokimda o'zlarining oldiga kelganimda ham auksion orqali sotib olganman degan zapislari bor. Zapis orqali bular bilan kirganman. Qanaqa chiqargansizlar shu qizilni qaysi qonun bilan Ochiq tarzda namsha bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ochiq endi bilmadim qanaqa tartibda qo'yilgan, lekin men misol menga ham bog'liq tomoni bor, misol yer maydoni auksionga chiqadigan bo'lsa, biz tomondan faqat birinchi yerni baholash bo'yicha biz qaror chiqarib auksionga kiritamiz tizimga. Men jarayondan keyin muhokamaga o'tadi. Muhokama jarayonida tegishli tashkilotlar ko'rib chiqadi. Ijobiy, salbiy javob beradi. Siz chiqargansiz shuni? Yo'q, bizda endi buni immuniy hozir eslorga ham yo'q. Buni ko'rib chiqaman, to'g'risi bunda xabarim yo'q. Endi buni hozir kadastr agar hujjat qo'lida bo'lgan bo'lsa, joyda. Agar haqiqatdan buni kadastr tizimida, bazada bo'lsa, agar hujjat oldindan qilib yurilgan bo'lsa, ko'rinish kerak bo'lishi kerak ehtimol. Bu kadastrmi? Bu kadastr ko'rinmadi hozir. Bu yerda aytilyapti, bu kishi prezident ishonch telefon orqali murojaat qilgan vaqtda kadastr borib o'rganish qilyapti. Va shu orqali javob beryapti. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 4-maydagi 266-sonli qarori bilan tasdiqlangan ilovaning 248-bandiga asosan yer davlat aktivlari balansiga olingan va auksionga chiqarilgan deyapti. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan 2023-yil 20-oktyabrda fuqaro Hasanboyevga mulk huquqini beruvchi 8680 raqamli davlat orderi berilgan deyapti fuqaroga. Bu kishiga emas, bu kishining joyiga hozir kadastr chiqqan odamga. 18,5 sotk yerni 20. Ha. Qanaqa chiqargansizlar? Men shunga hayron qolyapman-da, hokimiyatdan yer berish vakolatini olib qo'ygan. Qaysi asos bilan hozir sizlar Meni qanaq chiqaryapsiz sizlar deyapsiz, savol beryapsiz, lekin to'g'risi hali men sizlarga chiqaryapsiz deyapsiz, lekin men hali o'rganiga. Aka, bu bo'yicha bitta savol emasdi. Eng qizig'i bu turar joy binosi bo'lgan. Ha. Aytdi, noturar bo'lib chiqyapti. Hozir endi noturar bo'lib, noturarga o'zgarib qolyapti. Qanday toifasi o'zgargan yerni? Ben qo'mlik juda Biz yashaganmiz bu uyda. Bizning uyimiz barak uy. Bizniki eski baraklardan, barak uyda yashaymiz biz. Bu o'sha barak uyda yashaganmiz. Biz kelinimni kelin qilib olib kelganimizda, endi bularda alohida biz qo'yganmiz, biz o'sha yerga molxonaga borib yashaganmiz. Bular ham o'sha yerga borib yashashgan. Keyin bizni tomimizdan chakka o'tgandan keyin biz tomimizni olganmiz. Yerdagi uyimizda shunday tegaraga atrof qolgan, lagalari qolgan. Bu o SR davrida qurilgan uy bo'lgan. Biz ketganimizdan keyin derazasini olib ketganini biz bilganmiz. Shun bilan akam borib oshqovoq, bug'doy u yerga ekib yurgan. Ha, foydalanmay qolib ketgan yer ham emas. Mingbuloq tuman hokimining o'rinbosari Xudoyberdiyev kim? Sizmi? Men aynan o'zingizga chiqqan ekan-ku. Xabarim yo'q deganingiz hozir g'alati. Qarang, sizga shu xabarnoma yuborilganmi? Menga yuborilmaydi. Chunki biz kambag'almiz, biz unaqa boy emasmiz, bizning pulimiz yo'q. Bizga unaqa narsalar yuborilmaydi. Даже kambag'allarga bu hokimiyat hech qanday yordam bermaydi. Bermasligi to'g'ri. Bermasligi Yo'q, hozir bu yerda bitta hokimiyat o'zi buyruq beradi. Kim yordamchisi? Hokim. Keldimi hokim bu? Yo'q, hududda edilar o'sha. Qayerdalar? Hududdalar, qishloq xo'jaligi. Hozir birga boramiz, deyman. Kambag'allar restorandan chiqarib bor. Uyni tortib olib qo'yamiz degan miyasini qiskin, bularni borib degan buyruqlarni beradi. Kimga bergan? Men fohishaman. To'g'rirog'i meni jalab degan. Bu ko'chaga chiqib ketgan qiz degan. Men jalabman, hokim meni jalab degan. O'z tili bilan, mana meni telefonimda yozilgan. Bu telefonimda o'sha Feruzaxon bizning raisimiz olib kirishgan. Siz o'sha kuni bizda ishlaydi ham ko'rdingiz, to'g'rimi Feruza bilan? Ha? Kirib mashinadan kirib, betdan chiqib, arqadan chaqirishgan bizda. Unaqa haqorat qilish. Kelinimni haromi, o'sha haromi hamma narsani shantaj qilyapti. Buni miyasini qisyapti. Bu Abxaziyada ishlaydi. Bu Abxaziyada ishlab o'zining narsasini qilib olgan. Bunga hech narsa kerak emas. Bu jalab bo'lib ketgan-ku, deyapti. Kim aytayapti bu gapni? Hokim aytayapti. Mahalla raisi. Mana menda turibdi. Yo'q, buni hozir To'xta. Hozir hokim o'zi buni
o'zlari bilan gaplashaylik. Janob bo'lib men nima? Biror narsa qilibmanmi? Hozir birinchi bu qismni bitta oydinlashtiraylik, xabarim yo'q degan qismlarni. Xudo berdi debdi. Hech narsa qila olmaysan dedi. Shatga kelib besetkasida gaplashganimda. Hozir bu yerda bitta $4000 pul olasan Hozir dedi. Chunki ishonch telefon orqali murojaat qoldirilganda, albatta u tegishlilik bo'yicha hokimiyatga birinchi navbat keladi va hokimiyatdan o'sha masalasi bo'yicha tegishli bo'limga o'rganish uchun yuboriladi. Tartibi to'g'rimi aka? Shunaqa bo'ladimi? Hujjatlarni hozir men ko'rib olib, menga chiqqan bilan qilib, unga qarab hujjatlarni ko'raman. Qancha kutib turaylik sizni? Endi hozir kirib qarayman, shayda bo'lsa, balkim 10 minutda bitta, balki yarim soatda bitta. Bo'ldi. 10 minut 20 minut kutamiz. O'rganib olib tushing. Olib tushsangiz birdan ko'ramiz aka agar. Endi hozir kotibiyatga chiqib bo'ldi, qara shu. Qilingan ekan murojaat? Hop, qilingan ekan. Kadastr palatasi viloyat birga o'rganishgan ekan. Endi bu bo'yicha endi sizga yetib borgan bilmadim, lekin pochtadan jo'natilgan. Qarang, Sizga murojaat. to'xtang. Pochtadan jo'natgan bo'lsangiz, o'sha pochtadan jo'natganligingiz haqida chekmi nimadir beringlar. Chekmi bu? Ha, shu. Ko'rchini ichidan jo'natganingiz. Nusxasi pochtami nusxasi bor? Yo'q, hokimiyat jo'natgan. Men emas, hokimiyatlar bo'lim jo'natgan. Pochtaga O'sha jo'natgan. arizani hozir bu kishida yo'q Komil bor. nomeri bormi? Tanish chiqmagan shuni xat javob xati bormi shu? Komil. Mana shu hujjatdan shu yilgacha, mana shu yilgacha 12 ta hujjat bor, xuddi shunaqa. Hammasi hozir shu joyi ishlatyapti, yashayapti, foydalanyapti. Tushuntira oldimmi gapni? Aka bitta masala bo'ldi. Kadastrni kompyuterigacha kirdik. Order yo'q. Syomkamiz bor. Hammani hujjati bir xil. Tushundingizmi? Agar buniki noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa hujjati o'sha foydalanayotgan odamlarnikini ham sizlar auksionga chiqarib sotishinglar kerak. Agar unaqa qilmasanglar bizni ishtirokimizda qilishinglar kerak, hozir chiqarib agar. Bunikiga taqqoslaydigan bo'lsanglar. Tushuntira oldimmi? Buniki qonuniy xat hujjati arxivda ham rostakamlik sotib olinganligi bo'yicha, puli to'lov qilganligi bo'yicha asliga to'g'ri degan nusxasini beradigan bo'lishdi. Menda shubha bor. Bu men o'zim shaxsiy fikrim, men u fikrimni bildiraman o'tdim ularga. Qog'ozlar soxta. Hujjatlar yangi qog'ozlar, siyohlari ham yangi. Hujjatlar o'zgartirilgan. Sizlar bundaqa noto'g'ri ishlamanglar, xalqda turibsizlar. Sizlar noto'g'ri umuman ishlashga haqqlaring yo'q. Itak betda bunaqangi bilmasalaring, o'rganmagan bo'lsalaring, to'g'ridan to'g'ri yog'i bo'sh turibdi deyishga sizni ham haqqingiz yo'q. Yo'q, men sizga o'sha joyni chiqarib beraman. Xo'p, bo'pti. Men sizga hozir o'sha joyda bandlab olganini men sizga ko'rsatib beraman. Hokimni chaqiring. Kelsin. Masalan, eshittirishchi mana o'rganish deydi. Nimaga bekinyapti ekan? Nima hokimingiz bekinyapti? Qo'rqyaptimi? Bola, meni hokimingiz gapirgan gapiga javob bersin. Ishini javob qilib beraman, men o'zim aytyapman. Hammasini olib kelsa, borib o'lchab shu joylarni chiqarib beraman. Masala yo'q. Bu 2006-yilda tugatilgan-ku, qanday qilib beradi? Kolxoz tugatilishi bu. Bunga nimadir asos bayoni bor. Asos mana asos bayonnomasi to'lovi aka mana maytda yozib qo'ygan. 690 ming bo'ldi, bu to'langan. yozib qo'ygan aka, bu tayyor hujjat bu. Nimasini sizlar hozir? Ro'yxatda o'tmaganda mochiqda turdi. Aka, siz bitta narsani to'g'ri tushuning, bu g'olib bo'lgandan keyin buni bo'ynidan emas, ro'yxatdan o'tkazdi. Bular kadastrda bo'ynida. Buni qani bitta buni bo'ynidan bu qism degan joy qani? Murojaat qiladi. Murojaat qilmaydi, bu g'olib bo'lib yutgan naqd pulga aka. Bo'pti, hujjatlarni olib kelsin aytyapman. Qanaqa hujjat aka, qanaqa hujjat olib keladi yana? Mana men kadastrga olib kelsin deyapman. Olib borsin, chizib olib borib keldim. Men hozir o'zim billa bordim aka. Mana bu hujjat aka. Bo'ldi, hujjat. Chizma chizamiz, ko'rsataman, qonun qilib beraman joyini. Azaka o'zimizning arxivda hujjat turibdi. Opa aytishdi talabini. Berishsin, biz o'sha arxivdagi hujjatni beramiz, taqdim qilamiz deyishdi. QR kodi bilan chiqarib bersin. O'sha arxivdagi hujjatni mana buni tasdiqlab berish uchun to'liq fakt asos turibdi. Uni hech qayerga rad eta olmaydi. Berib ko'rsinlar. Agar o'shanda ham bo'lmaydigan bo'lsa, mana kamerada o'zi har bitta holat jarayon ketyapti. Mana keyin o'zlari gapirgan gaplari, so'zlari uchun mana o'zlari turibdi. Tuman mas'ul xodimi o'tiradigan bo'lsa, borib chizma chizsin, masalan, ijobiy hal qilib beramiz. Qonun ustuvor. Mazkur masala yuzasidan taftish o'z jurnalistlari Mingbuloq tumani hokimi Ahror Mansurov qabuliga kirishga harakat qilgan. Jurnalistlar 2 kun davomida kutganiga qaramay, hokim jurnalistlar bilan uchrashmaslikni bildirgan. Hujjat Toshkent shaharidan taftish uz axborot agentligidanman. Ismim Sardor, familiyam Hamidov. Opajon, mahallada kim bo'ladi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Opajon, bizga mahalla raisi kerak edi. Bulletinga chiqdi nazar. Qachondan chiqadi bulletinga? Sir bo'lmasa. Sir bo'lmasa endi qachondan e'tirof etib qoldi. Ishga kelmadi, ya'ni har kunga.
Shunda bugundan kelmadinglar-da. Bizda shunaqa murojaat tushganda, shu murojaatni bir qism opa bilan tegishli. Biz bugun opa bilan bog'lanish uchun ikkinchi marta kelyapmiz. Lekin opa o'zini olib qochyapti. Opa Bular yo'qlar. kelinlari bo'lishadi. opa yo'qlar. Kelinlari deysiz-ku, ish vaqtida meni kelinlikka u men nimam yo'q, meni kelinim yo'q. Yo'q, men prosta Xullas, bilasiz, u qayerdaligini baribir. Murojaat bo'yicha tegishli qismi bor. Aynan zapislarda opaning ovozlari bor. Erta biz masalan ularni tegishli ekspertizaga berib, erta chiqazadigan bo'lsak, ertaga keyin ikkinchi tomon bilan nima uchun gaplashilmadi, nima uchun o'rganilmadi degan maqsad bo'lmasligi uchun bugun ikkinchi marta kelyapmiz. Lekin opa yo'qlar, opaga ayting. Bugun biz shu masala bo'yicha ikkinchi marta kelyapmiz opa bilan bog'lanish uchun. Endi u davolanib turadi. Mayli, bu albatta o'zlarining konstitutsion huquqlari. Tibbiy davolanish va boshqa. Lekin biz murojaat bo'yicha kelyapmiz, yo'qlar. 2 marta ham harakat qildik. O'tgan hafta juma kuni ham keldik. Yo'q dedilar. Ana bugun ham kelyapmiz, yo'qlar. Yig'ilish deydi, jamashuv deydi. Yig'ilish bo'lmagan shu kuni, qochib ketgan kuni, shetga kelgan kuni. Ish yuzasidan jamashuvda yuribman deydi. Ha, o'sha kun keldik, lekin yo'q edilar mahalla binosida. Shunga bir yetkazib xabar berib qo'yasizlar bo'lmasa? Mayli-yu aka, lekin biz hurmat saqlagan holda kelyapmiz. Bilmaymiz endi nima bo'ladi bu yog'i. O'zingizlar xohlamayapsizlar-ku uchrashib gaplashishni. Mayli aka, agar haligi Nima anaqasi bor? Men bo'lsa, bu yoq misol tushunmayapman-da men. Nimadan anaqa qo'rqadilar? Huquqi bor, murojaat qilish, boshqa qilish marhamat. Yo, mayli, bu bo'yicha emas, undan tashqari biz o'zimiz ham ko'rishimiz kerak, ko'rishib gaplashishimiz kerak. Misol uchun gaplashib bo'ladigan, masalan, pomoshnik chaqirdim hozir. Tushadi, tushuntirasizlar mana. Siz aka pomoshnikmi? Ha, men yordamchilarman. Aka, hokim bilan ko'rishaylik. Bo'ldi. Hozir hududdalar. Qayerda? Omad to'shni bilmayman, mehmonlar bilan birgalar. Mayli, biling qayerdaligini hozir boraylik yoniga. Endi o'sha ikkinchi marta kelyapmiz-da, qo'shni qishloqdan kelmayapmiz aka, Toshkentdan kelyapmiz, to'g'risi. Biz harakat qilamiz sizlar bilan ko'rishib gaplashishga. O'zingizlar tomonidan xohish bo'lmayapti. Men bilib turibman, ko'rib ham turibman bu narsani. Qayta aytyapmiz. O'tgan safar ham hududda dedinglar, erta dedinglar. Mayli dedik, kutdik, ketdik, uchrashtirmadinglar. Hokim prezidentimizni Mash'ub tumandagi birinchi vakili bo'ladi-da. Hozir birorta narsa negativ chiqmasin deb harakat qilishinglar kerak-da, mana shu tumandan-da. Biz o'zimiz sizlarga shu tashabbus bilan chiqyapmiz-da. Ko'rishaylik, gaplashaylik degan maqsadda-da. O'zingizlar tashkillab bera olmayapsizlar-da shu narsani. Gaplashaylik, ko'rishaylik, bo'ldi, masalaga oydinlik kiritamiz aka, ketamiz. Qayta kelaversak, ertaga yaxshi narsa emas-da bu, bemalol tushunamiz bu vaziyatni. O'sha bir ikkinchi marta kelishimiz hokim bizdan qochyapti, nimagaligini bilmaymiz. Biz Toshkentdan kelamiz har safar, qo'shni qishloqdan kelmaymiz yo yaqin mahalladan kelmaymiz. Nima maqsadda ko'rishmayapti biz bilan, nima uchun qochib yuribdi, hayronmiz. Hokim O'zbekiston prezidentini Namangan viloyati Mingbuloq tumanidagi birinchi vakili bo'ladi. Nimadan qochyapti? Men hayronman. Prezidentimiz olib borayotgan ochiqlik siyosatiga qarshimi yoki jamoatchilikdan alohida ishlaydimi? Biz axborot so'ragani bitta ma'lumotga aniqlik kiritish uchun kelganmiz xolos. Boshqa narsa bilan kelmaganmiz. Bizda birinchidan hokimni qo'rqitadigan narsani o'zi yo'q. Kameramiz bor, xizmat guvohnomamiz bor xolos, boshqa hech narsamiz yo'q. Bizdan qo'rqadigan. O'tgan safargi holat bugun ham takrorlanyapti. Hokim yo'q, hududga chiqib ketgan. Mayli, hududda bo'lsa oldiga o'zimiz boramiz, xattaligini aytinglar. Kela olmayotgan bo'lsa biz o'zimiz boramiz yoniga desak ham hech kim aniq ma'lumot bermayapti. Pomoshnigi ham, axborot xizmati ham telefonni olib yuribdi naryoqda, nima qilyapti bilmayman, kim bilan gaplashayotganini ham bilmaymiz. Siz aka axborot xizmatimisiz bu yerda? Hokimmi, matbuot kotibisizda, to'g'rimi? Siz aniq ma'lumot bering aka. Funksional vazifangizni qiling. Aniq ma'lumot bering aka. Siz bog'laning, xoling gromkaga qo'ying telefonni, hokim bilan gaplashtiring. Bog'lang aka siz bizni hozir. Nagli aytgan, kelinim 3 marta yugurdi. 3 martasida ham oldadi. Hech narsani qilib bermagan, bundan keyin ham qilib bermaydi. Bu hokim bu yerda turish umuman nohaq. Umuman hokimlikka vobshe o'rni yo'q. Hokim bo'lsa bu davno fuqarolarni eshitib, o'rganib chiqqan bo'lardi. Bitta raisi bilan o'ynashib yurib, faqat uni ko'tiga sarflamagan bo'lar edi. Fuqarolarni itab unga yomonlamagan bo'lar edi.
Buni qilib qo'yindan xulpaslar chiqmagan bo'lardi. Normalniy hokim o'z o'rnini bilib o'tirgan bo'lganda. Men fuqaro, oddiy men fuqaroman. Nima sababdan, nimadan qo'rqyapti? Yo'q, siz qayerdan topib oldingiz? Sizdan qo'rqilyapti. Qo'rqyapti. Qo'rqmagan bo'lganda kecha kuni kelgan bo'lardi. Qo'rqmagan bo'lganda oddiy zapisdagi odamini qochirib yubormagan bo'lardi. Qochmagan bo'lardi. Qanaqa zapis? Nima haqida gapiryapsiz? Nima haqida gapiryapsiz? Nima haqida juda yaxshi bilib turibsiz. Nima haqida gapiryaptirganimda qo'ying. Biz aka harakatxonmiz, konfliktga bormaslikka, Yo'q, mana shuni uchrashishga aka. Biz sizlarni endi bu sizlarni fuqaroyinglar aka. O'zingizlar hal qiladigan narsani respublikaga chiqib ketgan bu narsa biz shu yerdan kelyapmiz aka. E'tirozingiz yo'q-a bu material bo'yicha chiqarsak? Yo'q, aka qarang-da. Qonuniy bo'lsa marhamat. Qonuniy bo'lsa marhamat. Yo'q, e'tirozinglar yo'qmi? Sizni ham e'tirozingiz yo'qmi? So'rab olay shu narsani. Qonuniy bo'lsa marhamat, Nima deganingiz u qonuniy? Yo'q, fakt bu. Faktda endi. Qanaqa? Bo'ldi, marhamat. Iltimos men gaplashib olay. Yo'q, Nima fakt? Qanaqa fakt? mana sizlar nima bo'yicha murojaat qilganmizda o'sha fakt bo'yicha bo'lsa marhamat. Boshqa masalalarga qarshiliginglar yo'q, to'g'rimi? Fakt bo'ladigan bo'lsa qarshiligimiz yo'q. Aka, A'zamjon aka, Shohruh aka, mana ikkinchi marta keldik. Toshkentdan kelyapmiz sizlar bilan mana yaxshi ohangda gaplashyapmiz, konfliktga bormayapmiz akalar. Hokim bilan uchrashtiringlar, ko'rishaylik dedik, o'zingizlar yo'q dedinglar. Tushmayapti, aloqa yo'q deyapsizlar. Endi biz ham shu qo'limizdan kelgancha harakat qildik sizlar uchun. Sizlar uchun harakat qildik. Bizdan ham xafa bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Biz ham sizlardan xafa emasmiz. Uchrashtirib bera olmaganligingiz uchun ham hamma o'z ishini qilsa yaxshi bo'ladi. Hokim tomonidan rasmiy izoh berilmagani masala yuzasidan savollarni ochiq qoldirgan. Shu jarayonda murojaatchi taftish o'z tahririyatiga o'zi tomonidan taqdim etilgan audiozuvlarni ham yetkazgan. Murojaatchining ta'kidlashicha, mazkur audiozuvda Mingbuloq tumani hokimi Ahror Mansurov va mahalla raisi o'rtasidagi suhbat aks etgan. Audio yozuv muallifi va yozib olingan sharoitlari hozircha noma'lum. Murojaatchining bildirishicha, audiozuvda hokim va mahalla raisining o'zaro yaqin munosabatda ekani, murojaatchining yashab kelgan joyi hokimga kerak bo'lib qolgani, hozirda ushbu joyga egalik qilayotgan shaxs hokimning jiyani ekani haqidagi gaplar aytiladi. Shuningdek, murojaatchining so'zlariga ko'ra, audiozuvlarda unga mazkur uy uchun 4000 AQSh dollari taklif qilingani, u bunga rozi bo'lmagani, shundan so'ng haqoratli so'zlar ishlatgani, sha'ni va qadr qimmatiga tekkan holatlar tilga olinadi. Audiozuvda mahalla raisiga avtomobil olish uchun pul berilgani haqidagi gaplar ham mavjud ekani aytilmoqda. Topilgan yolg'izda hamma joyga. Yering topilgan bo'lsa, hujjat pulni beray deyapman. Hujjat yo'qmi? Ana kelin bular qo'ymayapti. Uyga qo'ymayapti, buni ham. Yo'q, hozir yaxshi bo'lgan bular. Topishib oldi hammasi yaxshi. Kelini kambag'allik reyestrida yo'qmi? Chiqarib yubordi reyestrdan. Chiqarib yubordi. Вообще yordam olmasin. Qorong'i shu o'rgatyapti-da bunga yo'q. Hokimdan o'qisang. Shantaj qilyapti-da bular. Chiqarib yubordi. Qanchalik gaplashib ketdim, ancha boshim qotdi, oldimda politsiyasi yo'q. Osmonda. Qo'rqadigan bo'lib, qarasam qotdi. Prokuraturaga yozib ko'rdi, hamma joyga qarasa, hech nima bo'lmadi. Shunga yozaverma bo'ldi. Qo'ydim. Yo'q, hujjati yo'q. Nimaga hujjat yo'q? Davlat ko'paytirdi. O'sha ko'pdan buzilgan hujjat bo'ladi. Hech qanaqa ishonchli ham yo'q ekan hattoki. Ko'rgida bo'lsa qilinadi hujjat. Hokimiyat balans ekan, bir balans ekan. Hozir berilgan-ku, shunaqa balans ekan. Yordamga o'tirib turishga. Keyin miyasini qisib qo'yib, hokimiyat buni barayda olib qo'yar shekilli. Ha? Miyasini qisib qo'yib, Muzaffarni imzoni olib kelib, keyin miyasini qisib qo'yib, barayda berib yuboradi shekilli boshqa birovga, bu onangiz nomiga berilgan ekan, o'tirib turgan. Hozir ko'pincha kelgan. Akamga aytdi, akam hal qiladi, menga pulam kerak emas, hamma yo'g'im. Buncha qilib ketgan-ku.
Abxaziyadan ishga o'rganib Abxaziyaga uy joyini yo'q bo'lganman, bo'lganman. 4 ming pul beraman dedi. Yering bo'lsa o'sha yerda. Yomasa davay. Ha, shuni qo'ying. Barakingga yopishib olaman deganda ham oldirmadi barakingga. Shuni qo'ying. O'zing yaxshi. Ayasi ketdi aysi birovning nima bo'shatib berasan o'g'limni yopishdi boshqa yopishdi sen himoya qilsan olib qo'ysan yo'q himoya qilganmi qonuniy yo'qoraman deb tuyuladim bosib jo'natib olaman moshina olib Kep qolmasdan olmasam uyda reysini bilib qolsalar kimdan yordam bergan bilmasam senga ham ko'p narsa aytmadim og'zi yo'q umuman yaqinligingga ham aytmadim bilaman xarakterinda o'ylagan hamma joyga voqea darsan masala uchun beraman gaplashib Boştan Plastik aldı mı? Bro, plastik ya. Ben gördüm, onlara da motor şeyler çeşitlerine olsamız. Yok, Çeşmezden. Yok, çakana ilk kez mutfağın ki am toplam tutuyordu. Ne koptu? Hiç koptu. Bizde maşına olmuyordu. Aslında koptu tamamen. Rozla da sonra sakın. Sektörler falan. Yani çıkana ilk ilacı çıkan kimliğe ben oynadım. Hakim olan Bizden selektörü var. Bizi ölçenli. Murojaatchi mazkur audio yozuvdan so'ng tuman hokimining jurnalistlar bilan uchrashishdan bosh tortgani bejiz emas degan fikrni bildiradi. Uning ta'kidlashicha, yillar davomida yashab kelgan, auksion orqali qonuniy sotib olgan uy bilan bog'liq masalada unga bosim o'tkazilgan va natijada arizaga rad javobi berilgan. Mazkur holatlar xususiy mulk daxlsizligi, mansabdor shaxslar faoliyatining shaffofligi hamda fuqaroning qonuniy huquqlari ta'minlanishi bilan bog'liq jiddiy savollarni keltirib chiqarmoqda. Taftish o'z tahririyati murojaatchi tomonidan bildirilgan da'volar va taqdim etilgan audio yozuvlar yuzasidan tegishli vakolatli idoralar tomonidan huquqiy baho berilishi zarur deb hisoblaydi. Nima bo'ldi shunda hozir shuncha kutuvdik? Endi hokimning telefoni ishlab ketdimi? Ya aka qarang, mana sizga aytyapmiz. Rahbar bilan telefonlashdik aka. O'tganimizda nima masalalarni bilishgan deyishdi. Masalani konkret bilamiz, yer bo'yicha bo'lsa kerak desak, ulardan so'rab olgan qaysi soha vakillari kerak uchrashuvga. Men o'zim ham qatnashaman deyaptilar. Oldingizda telefon qilib tusha olmadik. Biz hozir gaplashdik, bo'ldi, masala yo'q, ko'rishamiz. Faqat o'sha qaysi tashkilot rahbarlarini bilib olsak, o'shalarning mas'ullarini ham chaqirib birga. Mayli, uni anaqa qilaveramiz. Bo'lmasam hozir ko'risha olamizmi agar soat 8gada xudo xolasa 8ga. Men o'zi 8ga soat 5 bo'libdi. Ha, 8da. Mana 20:00 da. Ish vaqtinglar tugab qolmaydimi sizlarning 8da?
5-10 minut endi sal kechikish holati bo'lishi mumkin, lekin aka, pulni 8 uzoq 10 minut, 15 minut ag'da-bag'da bo'ladi, lekin xudo xohlasa ko'rishamiz aka. Xo'p aka. Chaqirishgandi bizni. Nima masala bo'yicha edi? Aytmadim. Yo'q, hali masala yo'q. Nima masala bo'yicha edi? Hozir Shohruxga telefon qilaylik, bo'lsa. Ko'rishamizmi? Ha? Qayerda? Ichkarida. Prosta boya aytganlaringdek, besyomkadilar. Besyomka qilib shunday gaplashtiramiz. Masala bo'yicha. Aka aytdilar-ku. Mayli. O'zlarim faqat. O'zlari keyin ikkita uchta mas'ullar ularga berilgan savol bo'ladi. Qarash. Kelib yuraveramiz aka. Odatda yo'q, vositalarni topib turamiz. Aka sherikka ham akaga ham yo'qmisizlar, bo'laveradi. Qaysi aka? Bu yerda kamera olib kirmayapmiz. Mana telefon zapisda bunaqa orqadan shaltoqlik qiladigan bizning odatimiz yo'q uni. Endi Biz yo'q, unaqa nima deydi? Kameramiz qolgan boshqa qanaqa bo'lmaydi-da. Bizda muammo bo'lmaydi. Aka, biz hozir kiramiz ichkariga, xavfsizligimiz yo boshqa o'zimiz masalamiz bor. Nimadan hozir yana sizlar qo'rqyapsizlar hozir? Men kirib zapislarni qo'yib berishim kerak edi telefondan hozir. O'zi qanday o'zi isbotlayman men nima masalada kelayotganimizni hozir. Yo'q, aka olib kirishga yo'q, biz olib kiramiz. Yo'q, unaqa telefonlarni to'shab kiradi degan narsa yo'q aka bizni. Biz hurmat qilib kelyapmiz, 8 dedingizlar, ishimiz 4 ta turayotganmiz, 4 soat kutib turibmiz. Qabul qilmasalar mayli bo'lmasa. Tashqari sizlarga uzoqdan kelganligini Bu telefonni ham qo'yib beradigan narsam bor-da, qanaqa qilaman hozir bo'lmasa? Kamerasiz olsa, kamerasiz kiryapmiz aka. Nima problema bo'lyapti endi? kamerani tushirib qo'ygan aka. Yo'q, nima muammo bo'lyapti hozir tushunmayapman. Muammo yo'q bo'lsa nima anaqasi bor? Yo'q, mana aka, sizlar aytdi kamerani olib. Bez kamera dedik. Bez telefon demadik aka. Yo'q, bez telefon aka. Men nimadan qo'yib beraman zapsiz bo'lmasa? Olib kirib beramiz. Siz birga aka bilan olib kirib beramiz. Telefonimizni hech qachon topshirmaymiz. Yo'q, bu bizni shaxsiy mulkimizda. Yo'q, to'g'ri aka. Aka, ayting bo'ladigan bo'lsa shu, bo'lmaydigan bo'lsa qaytib ketaveramiz. Masala yo'q aka. Agar bu shart to'g'ri kelmasa, ana o'qimaymiz. Yo'q, bo'ldi masala. Ha. Shuni bittadan o'qidik. Bez kamera kiramiz, bez telefon kiramiz. Nima bo'ldi aka? Bo'ldi aka shu. Syomka, bez syomka deyiladi. Bo'ldi, bez syomka kiramiz. Bo'lsa akalarga berib qo'ysalaringiz. Telefonnimi? Ha. Yo'q, telefon aka, endi telefonni beradigan emas-da, o'zimizni ma'lumotlarimiz bor telefonda aka. Biz kirdikmi, zapis qilish uchun yo boshqa narsa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zapis qilish uchun boshqa narsa uchun kirilmaydi dedi. Zapis mana qolyapti dedi. Bo'ldi, bez kamera kiramiz, nimasi bor aka? Nimadan unchalik qo'rqasizlar tushunmadim men. Men murojaatimni asoslantirib berishim kerak-ku o'zi kirganimdan keyin. Masala zapis bo'yicha ketyapti, to'g'rimi? Biz qanday asoslantirib bermasam, nimani o'zi men ichkarida kirib isbotlay olaman bo'lsa. Bez telefon kiradigan bo'lsa. Bo'lmasam aka, shu chaqiring o'zi tutsin bo'lmasam, kirmay ham qo'yamiz, vaqtda ham gaplashaveramiz qolasa. Ha, bez kamera shu yerda gaplashib olaveramiz bo'lmasam, to'g'risi. Masala bo'ladigan bo'lsa. Chaqiring, endi chiqsin bu yoqqa, biz kirmaymiz agar. Rosa o'yin qilyapsizlar. Buni qarang, 8 gacha kutib turinglar dedinglar. 8 gacha kutdik. Yo'q, prosta boya aytganlaring. Soat mana 8:15 bo'ldi. Keldik. Qandoq bo'lsa shundoqligicha chiqaringlar. Telefonsiz kiringlar deb talab ham qo'yishyapti. Bularni o'yini prosta. Aka, biz syomka kiramiz dedik. Bez kamera tushadi. Telefonda ham syomka hisoblanadi-yu. Qandoq telefon? Biz syomka qilmaymiz telefonda. Biz kirib gaplashamiz aka, gaplash uchun keldik. Masala bo'ladi syomkada. Hamma narsa. Nimadan qo'rqasizlar buncha aka? Nimaga qo'rqasizlar? Yo'q, nimaga qo'rqish emas aka. Prosta boya aytganlaring uchun syomkasi kiramiz degan. Mana syomka qo'yapti-yu aka. Hop, mayli, o'sha telefonda ham syomka qilsa bo'ladi-ku. Aka, biz telefonni hokim, biz nima jurnalist aytgan bilan haftalarga qarab telefonni yoqib o'tiraman aka. Hop, cho'ntagida zapis qilsa ham bo'ladi-ku aka. Ovozni. Nimasini misol, nimasini zapis qilamiz? Ovozini nimasini? Yo'q, nimaga ovozini nima qilamiz? Biz bilan gaplashadi. Nimasini ovozini zapis qilishimiz mumkin? Xo'p, o'zlaringiz ishlatarsizlar. Yo'q, nimadan qo'rqasizlar aka? Yo'q, gap qo'rqishdan emas, prosta Qo'rqyapsizlar aka. Qo'rqyapsizlar. Yo'q, qo'rqish emas aka. Qo'rqmasangiz kiraylik, bo'lsam chaqiring, sizdan gaplashaylik. Bez syomka dedilarmi aka? Mana syomka qo'yapti aka. Telefonda ham syomka qilinadi-yu. Aka, biz unaqangi ichki ish qiladigan, boshqa biz kecha kelgan yangi blogercha yoki soha kecha kelgan jurnalist emasman aka. To'g'risida sizlar endi agar o'zlaringizni nimadir hozir holat bo'layotgan bo'lsa, men hayronman. Chunki biz ochiqchasiga rostini aytamiz aka. Telefon turadi, men bundan faqat murojaatni qo'yib, ovozli qo'yib eshittirish uchun hokim yonlarida foydalanaman. Siz bilan ishlamaymas ekan, Xullas kalom, Namangan viloyati Mingbuloq tuman hokimligida
o'zlarini aytgan gapidan ham matbuot kotibini respublikada shuncha viloyatlarga, tumanlarda bor. tanishar Sizdan ish olib boradigan hali ko'rmadik lekin aka, to'g'risi. Nimaga aka? Yo'q aka, siz Normal holatda hech matbuot qaysilari kotibini, matbuot xizmatini ishini olib bora olmayapsiz. Nimaga To'g'risi olmayapti, aka. aytingchi? Aka hokim bilan suhbatni kiramiz deyapsiz. Siz Yo'q, telefondan ko'rishtiramiz syomka deyapmanmi? qilib, zapis qilib. Aka bu qanaqa gap bu? Yo'q, aka? mana To'g'risida. ko'rishtiramiz dedik. Siz biz ko'nganimiz sari siz bizdan Ha. borgan sari O'zingiz ustimizga bosishga harakat qilyapsiz. talabingiz O'zingiz qarang, talabingizni hammasini xohlasangiz o'tkazishga aka harakat gaplashmasin. Bu meni misol uchun telefonim qarang. Bu meni telefonim, shaxsiy meni mulkim. Buni hokim olib bermagan yo hokimligingiz olib bermagan. Men majbur emasman berib kirishga. Xohlasa gaplashsin, xohlamasa gaplashmasin. Lekin aytgan gapingizda turmadinglar, va'dalarni ustidan chiqa olmadinglar. Mana Namangan viloyati Mingbuloq tumani hokimligi prezidentimiz olib borayotgan ochiqlik siyosatiga qasddan qarshilik qilyapti. Yolg'on emas. Nima ochiqlikka qarshi bo'lmasanglar, nima kamera bilan kirishimizga ruxsat bermayapsizlar? Nimaga telefonlarimizni olishga harakat qilyapsizlar? Nimani o'zimiz aytdik? Bo'ldi, mana kamera qoladi. Telefonni nima olib qo'ymoqchi bo'lyapsizlar? Telefonni olib qo'ymadi, sherigingizga berib qo'ying gapirsiz. Sizlar ochiqlik siyosatiga qarshisizlar. Sizlar qarshisizlar. Sizlar qarshisizlar. Sizlar va'dalarda tura olmadinglar. Bu bo'yicha men respublikalardan kutaman munosabatni. Ko'rasizlar. Ochiqlikni o'rganib olyapman. Shumi bilganingiz zo'rligi? Bilmayapsiz, nima qilayotganingizni. Xizmat vazifangiz nimadan iboratligini bilmaysiz. Hammasi to'planib turibdi. Bizni bez kamera, bez telefon kirishimizni kutib turibdi men bilan. Hammasi operlar men bilan mana. Hamma operlarni yig'ib olgan mana. Hammasi oper. Uyat Mingbuloq hokimligiga